3 saralık bütün Şinjan ayılıp işkere görüp iyilik tikligini bulamdı yok. Bir yer yazgı bununki. Koltuğa sen daha müşkileli bulamdı. Uzun seferlerini yollarını geçip hepsiler. Qamirdan bilan görüşümüzde bularning ishonchisiga keldik. Afsuslanarlik bo'lgani biz oldini ola deyishib qo'ymaganligimiz uchun Qamirdan vaqti ajratilmay qoldi. Suv ishganda quduq qazg'uvchini unutib qolma deb cho'nglarning bir gapi bo'ladigan. Garchi biz Qamirdan bilan ko'rishamagan bo'lsak-mu, biroq men oliy maktabdagi eng yaxshi o'qituvchim bilan ko'rishib oldim. Men ekran qaramay so'zlayirdim, ammo inim yezi bo'l nimlarni kirishtirib qo'ydim. Bu og'inam bu, mana ma'lumim. Bu og'inam bilan bo'g'ashdan yili so'zlaymiz hozir muhim ma'lum. Oliy maktabdagi vaqtlarda nayat cho'qdim. Sinfdagi eng bang'ash bir o'quvchim. Ma'lum meni boshqarib adam qilmagan bo'lsa bu vaqt balkim jamiyatda boshqa bir ishlar bilan shug'ullanib yurgan bo'lishim mumkin. Shunga bu ma'lumotga mening hurmatim nihoyat cho'ng. O'qituvchimni sizlarga qisqacha tanishtirib o'qituvchim bo'lsa Shinjan kasbiy universitetining qo'lliq o'qituvchisi hamda Shinjandagi korxonchilarga kasbiy jihatdan tarbiyalash ders o'tish deganda kishilar bilan shug'ullandi. Bizning planimizni kelgusi qilmoqchi bo'lgan ishlarimizni anglab bo'lmadim. Haqiqatan so'yinib ketdi. Nimishga o'ylab boqmamsizlar. Shunda bir o'quvchisining mushtabir ishlarni qilib, yaramliq bir odam bo'lganda har qanday o'qituvchimiz so'yindi emasmi? Aqtan ma'lum bizga nihoyat qimmatli bo'lgan taklif fikrlarni, yo'linishlarni hamda bizga kerakli bo'ladigan korxonchi ustozlarni tanishtirib qo'ydi. Bu o'qituvchimning qo'llashida keyingi safarlarimiz biz o'ylagandan battarroq sarxil bo'ldiga o'xshaydi. Mana bu yoq bo'lsa Shinjan sayyoh import yemek-ichmek şirketiniki mas'uli Yusufcha akamiz bo'ldi. Bu akimizning tutayotgan turi bo'lsa maxsus chet eldan import qilingan yemek-ichmeklar, ya'ni shokolad, har xil yangi pecheni, pryanik, ichimlik degandek turlari pek ko'pga supitimi pek yaxshi. Agarda bizni qo'llayotgan qarindoshlarimizning mushta import mollarga ehtiyoji bo'lib qolsa, mush to'g'riliq savdo qilmoqchi bo'lib qolsa, yana bizlar aloqalasanglar bo'ldi. Biz mushu safar yo'limizda uchagan savdo fursatlarini sizlar bilan ham bahramand bo'lib turibmiz. Bizning bu qitimqi safarimiz faqat oddiygina bir sayohat yo oddiygina bir iyilik tiklash degan bir quruq so'z emas. Balki mush safarimiz uchagan savdo fursatlari yaxshi turlar bo'lsa, bizni qo'llayotgan qarindoshlarimiz bilan tam foydalanish. Shunday bo'lganlar bu qitimqi safarimiz haqiqatan ma'nosi bo'ladi. Elimi mushag'inan bo'lib qopti, mana mafiyadimni oldiga chiqqan. Mushu bo'lganlik uchun Urumchi tantirmay, tenimay, yana nurg'on odamlar bilan ko'rishtirib, bizning yo'limizni texmi ravon qildi. Og'ayimiz Muzaffar bilan obdan qo'shishib, ko'rli qarab yo'l oldik bu yerda. Ma yo'llar ajoyib yo'llar ekan. Bu mashina haydab tunji qadamini davollarga chiqishim haqiqatan o'diqdim. Meyada bizniki yurtdosh bo'lsa bir akamiz uchrab qoldi. Ha? 63 Jaqurta o'zingning yurtisini ko'rsan, haqiqatan o'zingning hayajonini bosolmay qolsan. Ko'rdingmi, mashina terisini ichib vaqirib ketganlarimizda. Amay charchamay ko'rlig'imni kelib oldik balla. Ko'rlining go'zalligini endi ko'rimizda. Sel vaqtchiroq chiqib qoldik, shu mashina to'xtash maydonidan birini tepib chiroyli yotgan ko'pidan sezib boshlab ketdi. Safarga chiqqandan tunji qatam karvatni qurashtirishimiz shu ba'zi bir yerlar toza kam bo'lib qoldimi, bir yerlar bir yozg'i buniki. 110 so'mishi. Bir yozg'i buniki. Izzat jidalishimiz tuyuqsiz sukutga tushib ketdik. Ma inim bo'lsa yezibul başlarını qaşlaganlarida talada qaptiq deb diagnoz chiqiribli bo'ldi. Mana ko'rdinglarmi, biz ushqur put gruppasi har qanday masalani hal qilamiz. Bumi putdi, o'ran ko'p bilan selab oldik. Mana ko'rdinglarmi, o'jirimizni shunda payziya put qo'llarimiz so'zib yotamiz. Ansirmanlar qarindoshlari ham sizlar o'ylagandan yaxshi turyapmiz. Unda bo'lsa diqqatinglar davomli bizda bo'lsa, qag'ini adadik safar Ko'rilda yana sizlarga tanishib bo'lgan bir akamiz saqlab turdi. Adadik filmni ko'rishaylik bo'ldi. Xayr xo'sh.